Farzandlar o'stirgan niyatlari oq. Bir umr mehnatda qo'llari qadoq, 60 ga kirmasdan sochlari oppoq. Otangni suymasang, kimni suyasan? Barcha bolasin birdek suygan, saharlarda non yopib sochlari kuygan. Senga ipak tikib o'zi chit kiygan onangni suymasang, kimni suyasan? Yaxshingni oshirib, yomonning yopgan, 40 bitta jonini senga baxsh etgan. Boriga shukr deya qanoat etgan ayolingni, yoringni suymasang, kimni suyasan? Ishdan kelganingda assalom degan, yuzidan chimchisang qirlab kulgan. 3 kun ko'rmasang tushunga kirgan o'g'lingni, qizingni suymasang, kimni suyasan? Qishda o'zimin ishkomdan uzgan, yozda kulchasi tandirsiz pishgan, ey birodar, Allohning nazari tushgan shu yurtni, shu vatanni, shu elni, shunday xalq qadriyatlarni suymasang, kimni suyasan? Vatan tinch, ota-onamiz duoda, farzandlarimiz do'q. Kutib oladilar, o'ynab gulib yuribdilar. Ahli ayolimiz vafoli, vafodor. Bundan ortiq baxt. Asosiysi vatan tinch. Qarang, qanday hech qanday shovqin bo'lmasa, bir narsa demasa, bir narsa demasa. To'g'ri, Bu vatana shukrona keltirmang, bu hayotga shukrona keltirmang bo'lmaydi. Bu vatanni sevmang bo'lmaydi. Sizlar